Assalomu alaykum do'stlar. Mana yana bir obyektimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bu obyektimiz Toshkent viloyatida bo'lgan. Chinni zavodga sklat qilib beryapmiz. Obyektimizning uzunligi 75 metr, eniga 14 metr, 2 skatli qilib chiroq qilib yopib beryapmiz. Mana xudo xolasa ustun hovlilarni ham baquvvat qilib shivlerdan qilib berganmiz. Bu obyektimiz 1 kvadrati 240 ming so'mdan tushgan. Barcha materiallar vodiydan olib kelib qilib beryapmiz mana. Uy egasi faqat tunikasi yoki shifrini olib beradi, xotir berish xizmati ham ichida. Xudoga kraskalar chiroq qilib sepib berganmiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Mol fermalar, qo'yxona, to'yxonalar, har xil bazalar, angorlar, uy tomlari barchasini konteyner profidan chiroq qilib yopib beramiz. Pastdagi nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar.